turmuşda achchiq, tatliq, yaxshi-yomon ishlar bo'lib turadi. Buning ba'zilariga siz amal qilolmaysiz, ba'zilarga amal qila olasiz. Shunga qo'yib berishni o'rganib oling. Chunki aldirash o'tgan bu hayotda siz bakli tez qayirib ketasiz. Cheklik vaqtingizda hamma ishlarga ufburab yozsangiz, charchab qolasiz. Faqat ro'y holtingizni yaxshi saqlab, nimani tutib qilish, nimadan voz kechishni to'g'ri hukm qila olsangiz, nurg'un ishlarni tabiiy tushunib qolasiz. Andin azoblanmaydigan bo'lasiz. Shunga buningdan keyingi hayotingizda chiroyli yashang, erkin azod yashang, qaltis yashang. Nima yegingiz bo'lsa, shuni apyang. Qanday kiyim kiygingiz bo'lsa, shuni ilib kiying. Nima ishlarni qilgingiz bo'lsa, shuni qilib yashang. Boshqalarning baho berishi bilan, sizni qanday o'ylashi bilan karingiz bo'lmasin. Chunki bu hayot boshqalarning emas, sizningki.